Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed İzzət. Bugün çərşənbə. Tövəndə ixtilalan xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Xitay Tağırtaq doğruna 16 aprildeki xəbərdə bildirilishicha 4 ayının 15 günü atalmış Abdunum Rayonluq Partiya Komitetining sekretari Mashinruy və Qorçaq rəisi Erkin Tunyaz, O'zbekiston Mablag' selish va savdo sanoat ministrligining muavin ministri Qasimov va uning vakillari umiki bilan Urumchida ko'rishgan. Mashinruy yig'in jarayonida yaqinqi yillardan buyon Xinjiang bilan O'zbekistonning har qaysi qatlamlaridagi aloqasi va Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qatorliq asosiy turlarning o'zaro taraqqiyoti zo'r darajada ilgari surildi. Xinjiang bilan O'zbekiston va O'rta Osiyodagi davlatlar o'rtasida o'zaro foydalanadigan va teng foyda oladigan vaziyat davomli yaxshilanib, ikki davlatning yangi energiya sanoati, chorvachilik texnikasi, o'zaro almashtirish, dehqonchilik va yezigilik qatorliq muhim sohalarni taraqqiy qildirishda tirishchanliklar davom qilyotdi. Davlatlararo baxmachilik mahsulotlari savdosi, madaniyat sayohati, ma'rif va ixtisoslarni tarbiyalash va uchur liniyasini kengaytirish qatorliq sohalarning ikki tarafning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotiga zo'r yordami bo'ladi deganlarni bildirgan. Qasimov atalmış Xinjiangning yaqin yillarda qo'lga keltirgan yangi taraqqiyot natijalariga yuqori baho berib, O'zbekiston bilan Xinjiang o'rtasidagi almashtirish konseri qo'yiqlashdi. Iqtisodiy savdo va boshqa sohalardagi hamkorlik davomli taraqqiy qildi. O'zbekiston ikki tarafning ko'p xil hamkorlik turlarini tezlatib, butun kuchi bilan Xinjiangdagi mablag' sog'uvchilarni yaxshi mulozimat kapolati bilan ta'minlaydi va ikki tarafning hamkorlik turlarining tezdan yo'l qo'yilishini umid qiladi deganlarni bildirgan. Xitoy xabar to'rining 4-ayning 16 kunlik xabarda deyilishicha, 4-ayning 15 kuni Xitoy ko'rigi nomida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan kelgan yosh o'smirlar bahor lagerining ochilish murosimi atalmış Xinjiang Pedagogika universitetida o'tkazilgan. Bu yazlık lager faoliyatiga Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Hindiston, Pokiston va Eron qatorliq 8 davlatdan kelgan 500 ga yaqin yosh o'quvchilar, Xitoy Ma'rif ministrligi va Tashqi ishlar ministrligining munosabatli a'zolari, Shanxay hamkorlik tashkiloti katibat boshqarmasi va Eron, Pokiston, O'zbekiston va boshqa davlatlarning elchilarining mas'ullari qatnashgan. Ochilish marosimida atalmış Xinjiang Uyg'ur Abnum Rayonluq Xalq hukumatining muavin raisi Qaysar Abdukarim nutq so'zlab, bu atiyazliq lager yoshlarning o'zaro fikr almashtirishini ilgari surib, yoshlarning uchur va fikr tarqatishidagi xalqaro supa bo'lib hisoblanadiganligini, bu faoliyatga qatnashganlarning atalmış Xinjiang ziyoratidagi shaxsiy kechirmishlarini do'stlar bilan o'rtoqlashishini va texnik ko'p kishilarning atalmış Xinjiangni ziyorat qilishini qarshi olganligini, bu ziyoratga qatnashganlarning kishilar bilan o'zaro almashtirishni cho'nqirlashtirib, atalmış Xinjiangning madaniyatini tashviq qilib, bu joyda kishilar bilan mustahkam rishta o'rnatib, atalmış Xinjiangning madaniyat tashviqotini ilgari surishga to'p qo'shishini umid qilganligini bildirgan. Ochilish marosimida keyin bu faoliyatga qatnashgan o'quvchilar atalmış Xinjiang universiteti, Xinjiang yezigilik universiteti, Xinjiang Pedagogika universiteti va Xinjiang moliya va iqtisod universiteti qatorliq joylarni ziyorat qilib, madaniyat, san'at va boshqa ijtimoiy faoliyatlarni olgan. Yıllardan beri Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan kelgan o'quvchilarni Xitoyning o'lkalariga ziyorat qildirayotgan Xitoy bu qatam nishonini Sharq Turkistonga qaratib, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan kelgan bu o'quvchilarning ziyorat faoliyatidan foydalanib, bu rayonning tashviqotini yana bir balliq yuqori ko'tarmoqchi bo'layotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.